Bunaqa qilib yuklab bergan. Buni hozir dehqonni nomerini berasiz. Qaysi zakat o'sha tayinlagan bo'lsa, buni sira zabatga qaytaramiz. Davay, yoping sotmaysiz buni. Mana chirigan ekan. Mana. Chirib yotibdi. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar mana. Alloh. Keling bitta bola chiqsin. Chiqsin bitta bola. Agar shuni videoga ushlab tursangiz bo'ldi. Mana O'zbekistondan kelgan buni yopamiz hozir. Mana karamga pul so'rab qo'yayotdi. Dehqon bitta oling, uni ko'raylik, olib pichani bo'g'arib qoladi. Bu achchiqlanarli holat. Mana. Bunaqa qilib yuklab bergan. Buni hozir dehqonni nomerini berasiz. Qaysi zakat o'sha tayinlagan bo'lsa, buni sira zabatga qaytaramiz. Yoki mana. 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 Qanaqa holat? Chirib yotibdi. Mana. Biz Sana sirasi buni yopasiz, buran shopini aytasiz, qaytarasan bizga. Bo'lmasa bir talashni to'lab beradi hammasi. Mana. Qachongacha buni holat takror bo'lishi kerak mana. Bugun 14-chi nima kunga chislar? Bugun 14 aprel. Aprel. Mana. Chirib yotibdi, bu qarang. Bu qarang aka. Davay, yoping sotmaysiz buni. Sirni zabratga qilamiz. Bizga qaysi zakat o'lchiy bo'lsa, nomerini tez bering. Surxondaryo xatidan bo'lsa. Mana. Mana chirigan ekan. Mana. Chirib yotibdi. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar mana. Mana. Yana bir qopini ochaman, maylimi? Obama ochaman. Oling, bitta bir qopini oling. Akalar, qaysi sifatsiz mahsulot kelsa, albatta bizga yetkazinglar. Buni qilib bergan odam javob beradi. Qachongacha savdogar ziyon qilish kerak. Ya oling, bitta libo bittasini oling, libo bittasini oling. Qallamay oling. Chirib yotibdi, chirib. Nimaga vaqtida aytmayapsizlar bizga shunaqa holat? Shofirni chaqiring faqat. Tez qaytariladi O'zbekistonga. Tez mo'minda. Mana chirib yotibdi kara. Mana. Chirib. Uni qarang, chirib yotibdi. Mana. Mana. Aka, arada shofir yuklaganda aytgan ekan. Qani shofir chaqiring. Shofyor chaqiring, shofyor chaqiring. Tez chaqiring shofyor. Shofir aytgan ekan, bu bo'lmaydi desa, buni Mana chirib yotibdi, buni qarang. Mana chirib yotishi. shunaqa debdi. Nimaga tez qog'ozini bering, tezda bugun dokument qilamiz, O'zbekistonga obratga qaytaramiz. Buni qarang, chirib yotishini. Buni qarang.